Bugun er va xotinga ko'zim tushdi. Ularning yoniga bordim-da asta salomlashdim. Assalomu alaykum. Ota yaxshimisiz? To'xtayman a. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Opa siz qanaqasiz? Yaxshimisiz? Sovuqda nima qilyapsizlar? Supurgiz narxi qancha desam savobga berib yuboraman o'g'lim deb aytishgan gapidan badanim titrab ketdi. Alloh taolo aytganlarki, yaxshilik qilgan insonga faqatgina yaxshilik qiladi. Ihsonni mukofoti ihsondir deyilganda, mana shu cho'ntagimda bor pul tog'a. Mana shu pulni oling. Pulni majburlab berib qo'ydim. Ular qo'llarini ochib, "Yo Alloh, bugun sendan so'ragandim. Menga rahming keldimi?" deb yig'lab yubordi. Shu payt ular qayerda yashashini so'rab, uyi tomon yurdim. Sababi qiziqdim, qanday sharoitda yashashlari mumkin ekan deb. Uyga borsam eski qo'ldan yasalgan eshik, uni ortida esa ne ko'z bilan qaramanki, juda yashab bo'lmaydigan kulba. Keling baqadir, so'zni tutunni qarang. Bashar o'tishingizlar. Videoga befarq qaramang. Qo'lingizdan kelgancha ihson qiling. Kelinglar birlashib ushbu insonlarga uyini ta'mirlab yashashga sharoit qilib beramiz. Men sizlarga ishonaman. Arzimagan ihsonlarimiz bir oila uchun yangi hayot tuhfa qiladi.